Adash, sizda gapim bor edi. Hop, eshitaman. Nima gap? Muhammad Solih massaj qildiray deydi. Yana boshladingmi? Har kuni shunaqa deysan o'zi. Ko'rdingiz-ku oyog'ini qiyshayib ketganini. Oyog'i yaxshi, hech narsa bo'lmagan o'g'lingga. Hech bo'lmasa oyjonni ko'ndirib bersangiz bo'lardi. Nimani ko'ndiraman? Yo'q debaptilar-ku massajga borishimizga. Bolani oyog'ini qarang. Hamma bolalar hozir shunaqa. Soppa-sog' o'g'ling. Hech bo'lmasa pul bersangiz, o'zim hal qilib olardim oyog'ini. Pulni qayerdan olaman sanga? Ertalabdan kechgacha ishlab, hozir pulim yo'q meni beradigan. Bolani oyog'ini ko'rdingiz-ku, massaj qilib. Men yana yetib turibman. O'zi boshlarim achchib yotibdi, ishlarim ko'payib ketgandan hozir menga o'g'lingni gapirmay tur. Bo'lmasa pul bersangiz, o'zim hal qilib olardim. Sen qachondan hal qiladigan bo'lib qolding o'zing? Ko'rdingiz-ku bolani oyog'ini. Ben nima deyapman senga? Yana nimada boshini ortyapsiz kelin? Assalomu alaykum oyijon. Massaj deysiz? Yo'q oyijon, bolani oyog'i qiyshayib ketyapti. Yig'ishtiring massajingizni. Mana tuppa-tuz o'g'limga ergitib turibsiz-ku hozir. Yo'q hech qanaqa massaj. Bizning zamonda bo'lmagan, o'zi to'g'rilanib ketadi. Bo'ldi qiling, yig'ishtiring massajingizni. Oyijon, u zamonlar boshqa edi-da. Men o'g'lingizlarga aytsam tushunmayaptilar-da. Bo'ldi qani. Muhammad Solih oyog'ini ko'ring. Hozir Muhammad Solih bolam, kel bu yoqqa. Oyijon. Mana oyijon, ko'rdingizmi oyog'ini? Nimaga faqat men qayg'urishim kerak? Nima bahona topsammikan? Yolg'on ishlatishim shartmi? O'zligi ruxsat berishsa bo'lardi-ku. Mayli. Nimadir o'ylayman. Oyijon, ertaga oyimlarni ko'rib kelsam maylimi? Boshlandi. Ertaga Muhammad Solih qoldiringda, borib kelib soat 4 da uyda bo'lib, ovqatingizni taxt qilib qo'ying. Mazalari yo'q edi. Muhammad Solih olib borsam ancha ko'ngillari yozilarmidi deb o'tdim-da. Alo, qayerdasan, yaxshimisan? Yuragim siqilib o'tiruvdim. Kela olasanmi? Ha, hozir boraman opa. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Nima gap opa, tinchlikmi? Uyga ham bormay qo'ydingiz. Ko'rmaysanmi, bolam oyoq kundan kunga qiyshayib ketadi. Massaj olishga uydagilar ruxsat berishmayapti-da. Shumi opa muammoyingiz? Qarang, men bularga borib ko'rsangiz-chi, Instagramda ko'rib qoluvdim. Ruxsat berishmayapti. Ruxsat bersa pul yo'q, pul bo'lsa ruxsat yo'q. Bilasan-ku uydagilar. Yur qilaysiz bor uchun, aziz opa singillarim. Mana bolajonlarni oyog'ini tekisligini. Men esa bolam oyog'iga qaragan sarim yuraklarim ezilib ketadi. Ey Alloh, o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat, farzandimga shifo ber. Mutaxassis tanlashda adashtirma. Nima bo'ldi? Mani o'g'lim 7 yoshda. Biz shu 7 yoshgacha hech ham massaj olmaganmiz o'g'limga. Hozirgi kunda doktorlar operatsiya deyishyapti. O'shanga maslahatlashgani o'zingiz oldingizga keluvdim. Nimaga bolani 7 yosh qilib olib kelyapsiz? До того operatsion darajagacha. Nimaga operatsiya deyishyapti doktorlar? Uni sababini ko'rib chiqish kerak avvalambor.
Nimaga shu paytgacha olmadinglar? Ruxsat berishmagan, ilojimiz bo'lmaganda. Bolani sog'lig'iga ham ruxsat talab qilinadimi, tushunmadim. Bola 8 yoshga qarab ketyapti. Shunaqa bo'lib qolganda. Qani bolangiz, qani ko'raylikchi, rentgen qilganmisizlar? Yo'q, rentgen qilmadik. Men hozir bolani ko'raman. Agar rentgen talab bo'lsagina faqat tavsiya qilaman. Bunaqa rentgen qildirib kelasiz ta'zini. Avvalambor men hozir bolani bitta ko'raman. Mana birinchi. Bunaqami? Ha, bularni. Qani? Hop, yurib kechi bolam oyoqda. Sen yur bola. Juda ham qiyshiq oyisi bolangiz oyog'i. Lekin aytib qo'ying, uyingizlarni ham oldida yolg'onchi bo'lib qolmaslik uchun. Ular ham keyin ruxsat berishmayapti deyapsiz. Nimaga dolgi bunaqa cho'zilyapti, u bu deb sizga yana gap tegmaslik uchun oldindan aytib qo'yaman. Bu sizga bitta kursda bundoq qilib to'g'rilanib qoladigan narsa emas. Bu suyak. Ya'ni 2 ta kurs, 3 ta kurs, qolaversa 4 ta, 5 tagacha kurslar olishinglar kerak. Men hozir kerakli muolajalarni yozib beraman. Hozir buni holatida har qanaqa vrach tosh suyagini sindirib, boshqatdan gips qilamiz deb tavsiya qilishi mumkin. Bu tabiiy holat. Nimaga? Chunki tizzadagi tosh suyaklari уже chiqib ketgan. Oyoq shakli уже buzilib ketgan. Endi biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, lekin juda katta kuch va energiya talab qiladi bizdan. Lekin menga bitta rentgenga tushirib kelasiz. Rentgen xulosalarini ko'rganimdan keyingina bolangizga o'sha kerakli muolajalarini qilamiz, qo'ldan kelgancha harakat qilib ko'ramiz. Avvalo Alloh bizni sababchilarimiz. Chunki ahil paylar juda ham qiyshiq. Bizga sizlarni ortiqcha pulingiz kerak emas. Men farzandlarga achinaman ko'proq. Bo'ldi, xo'p, endi biz rentgenga tushirib kelamiz. Assalomu alaykum opa. Voy, Madina, bormisan? Assalomu Tinchlikmi? alaykum. Siz baxtimga bormisiz? Voy bolajonim, sog'inib ketdim. Tinchmisizlar? Tinchlikmi? Rahmat, Kel o'zinglar yaxshi bolam. o'tiribsizlarmi? Kel. Tinchlikmi? Xabarsiz kelibsizlar. Ha, yaxshi. Ancha sizlarni bo'ldi ko'rib kelmaganingga. keldik. Kel bolam. Yaxshi. Voy, to'xta, choy pol qo'ying. Yo'q, opa o'tiravering. Men soat 4gacha uyga borishim kerak. Tinchlikmi? Uf, siqilib ketdim. Na doktorga ruxsat berishadi, na massajga ruxsat berishadi. Hech narsaga ruxsat berishmaydi. Bolam oyoq qiyshayib ketgan, yuringlarni. Bilardim o'sha shu kun kelishini. Men senga davno aytganman. Shuni yoshligida qildirish kerak, qaratish kerak deb. Qo'y shu ering bilan qaynanangni, men o'zim olib boray shu doktorga. Tur, o'tirmada boraylik vaqtida. Yo'q, opa, qo'ysangizchi, o'zim hal qilaman. Faqat shu menga pul berib turamizmi? Pul berib tursangiz o'zim hal qilib olardim. Adasi, yaxshi mutaxassis topdimman. Xo'sh. Pulam topdim. Pulam topding? Ha, pulam topdim. Qayerdan topding pulni? Oyimdan. Oyingni? Ha, oyimdan. Oyingga qaytarib bergin pulni. Bu farzandlarni juda kech olib kelyapsizlar. Bu rentgen natijalari yaxshi emas. Operatsiya bo'lishi mumkin. Mana qarang, bu yoqda buni bo'lib qolgan. Juda kech bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana bu farzandlarni juda kech olib keldinglar. Vaqt juda ham ko'p o'tib ketdi. Operatsiya bo'lib qoladi. Menga shularni to'la gapiraveradi doktorlar. Tush oldimga